Assalomu alaykum barchaga. Sotuvda bugun BMW avtomobilini yaxshi ko'radiganlar uchun BMW 540i X-Drive avtomobili. Ushbu avtomobil 2019-yilda ishlab chiqarilgan, holati ham juda ham yaxshi. Video davomida esa siz narxini ham bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Shunday ekan, yaxshilab joylashib oling. BMW 540i X-Drive avtomobili old ko'rinishini ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli bo'lgan avtomobil. Buni P4 ham deyshadi. Bu restyling bo'lgan varianti 2019-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil. To'liqlikcha Black Edition, ya'ni qop-qora qilingan, hamma yog'i. Diskalarida ham ko'ryapsizki, qoraytirilgan joylari bor. Kuzovga ham ahamiyat bering. Sedan bo'lgan avtomobillarning ichida eng yaxshilardan biri hisoblanadi. Nexon shinalar avtomobilimizda taqilgan. Buni razmerlari 275 ga 35R20 ekan. Tormozlarni ham ko'rib turibsiz, juda ham katta tormoz disklari o'rnatilgan avtomobilda. Mana bu yerda esa M5 Competition degan, menimcha egasi tomonidan yopishtirilgan shildik ham bor ekan. Bu yerda jabralar funksional bo'lishi kerak. 360 gradus kamera avtomobilimizda mavjud. Yon ko'zgularda orqadan avtomobil kelganda ogohlantirish funksiyalari ham bor. Eshiklarimizda esa ko'ryapsiz, mana tortib olish funksiyalari ham, hamma funksiyalari bor. Mana bu esa orqadan ko'rinishi avtomobilimizni ko'rishingiz mumkin. Vixlib difuzorlariga ahamiyat bering. Haqiqiy sport avtomobillariga xos bo'lgan vixlib difuzorlari qo'yilgan. Undan tashqari mana bu yerlarda ham aynan aerodinamikaga javob beradigan elementlar qoldirib o'tilgan avtomobilimizda BMW yozuvlari. Yukxonani ochamiz, elektron tarzda yukxonamiz ochiladi. Deyarli 250-280 litrga yaqin sig'imga ega bo'lgan yukxona. Pastki qismda esa zaxira g'ildiraklari mavjud. Yopilish ham elektron tarzda va bu avtomobilni mana bu yozuvlardan ko'rayotgan bo'lsangiz kerak, bu O'zbekistondagi ofitsialniy BMWni dilerdan xarid qilingan va aynan egasi birinchi egasi hisoblanadi. Hozir sotayotgan egasi buni yangiligidan, ya'ni 0 probegligidan xarid qilib, hozirgi kungacha o'zi haydab, o'zi mehr bergan. Va bu avtomobilimizni aytib o'tishim kerak, to'liqligicha kuzovi broneplyonka bilan qoplab chiqilgan. Shularni ham hisobga olishingizni xohlagan bo'lar edim. Endi esa ichki qismini ko'rsatib o'taman. To'liqlicha qora charmlardan avtomobilga ishlov berilgan, o'rindiqlarda xotiralar mavjud. Harman Kardondan akustik avtomobilimizda o'rindiqlar ham sport avtomobillariga xos bo'lgan o'rindiq. Lyuk bor, panorama emas, lyukning o'zi bor avtomobilimizda va ichki qismiga joylashamiz. Avtomobilni o't oldirdik. Ko'rishingiz mumkin bu yerda mana taxometr, speedometr, bu yerda multimediani boshqarish, bu yerda esa klimat kontrolini ko'rishingiz mumkin. Iqlim nazorati 2 blokka ajratilgan bu yerda va avtomobilimizning o'rindiqlarida ham isitish hamda sovutish funksiyalari hammasi bor. Hozir qancha yurganini ham sizga ko'rsatib o'taman. Undan tashqari sizga rejimlarini ko'rsatishim kerak. Mana sport, komfort, eco. Qarang. Sport, komfort hamda eco ga o'tqizsak, mana bu yerda charge degan yozuv chiqargan, ya'ni bunda adashmasam yengilgina gibrid ham bor. Bosib o'tgan masofasi 73745 kilometr masofani ushbu avtomobilimiz bosib o'tgan. Ambient chiroqlariga ham alohida ahamiyat bersangiz bo'ladi. Qizil rangda orqa qator o'rindiqlari, orqada pardalari ham mavjud. Charmlari juda ham yaxshi saqlangan. Endi bu avtomobillarning orqa qismida deyarli hech kim harakatlanmaydi. Hamma, menimcha, rulda harakatlansa kerak. Iqlimni nazorat qilish uchun blok. Bu yerda ham ikkita hududli, juda ham zo'r. Ya'ni qulaylik ham o'ziga yarasha. Deyarli kerakli bo'lgan hamma qulayliklar avtomobilda mavjud. Endi esa sizga texnik xususiyatlarini aytib o'taman. Ko'rdingiz, yurib o'tgan masofasi ko'rsatdi buni. Avtomobil top-toza, hech qanaqangi bo'yoq sepilgan joylari yo'q. Yurib o'tgan masofasi ham real. Bu hech qanaqa aylantirilmagan. Endi buni texnik xususiyatlariga keladigan bo'lsak, 3 litrlik dvigatel avtomobilimizga o'rnatilgan. 381 ta, adashmasam 381 ta, 340 ta ot kuchini beradi. Uzatmalar qutisi 8 pog'onali bunda uzatmalar qutisi o'rnatilgan. Maksimal tezlik 250 km/soatni tashkil qiladi. 0 dan 100 gacha adashmasam 8 soniyada ushbu avtomobilimiz qo'zg'ala oladi. Yoqilg'i sarfi qanaqa desangiz, bu avtomobilimiz Gentra'dan ham kamroq yoqilg'i sarflaydi. Ya'ni shahar sharoitida 8.4 litr yoqilg'i berilgan. Faqatgina sifatli bo'lgan AI98 yoqilg'isini qo'yishingiz kerak bo'ladi. Avtomobil ko'rib turibsiz, juda ham yaxshi holatda saqlangan. Yurib o'tgan masofasi ham realniy va aynan O'zbekistondagi dilerdan xarid qilingan. Sotayotgan egasi birinchi egasi hisoblanadi. Siz olsangiz ikkinchi egasi bo'lasiz ushbu avtomobilni. Narxi 68 ming AQSh dollari deb baholangan. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, yana narxini kelishib, ushbu avtomobilning egasiga aylanishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.